Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Jasalg'asi so'g'inin reklamasi o'ta so'g'inin. Injir degan shashilish turda chay ichib chiqa qilayli degan maqsadda keldik. Kelganimizga menyuni qo'limizga berib aytganda, tegi do'stga yozib qo'ygan, ol ko'rinmaydi ekan. Tez-tez janglab turadi o'xshaydir. Anan Qirg'izdan ulutliq tomog'i 5 barmoq yaxshi bo'lsa kerak deb buni 5 barmoqda kartoshka qo'shganini ko'rgansizlar. Sho'rvaga qilingan go'shtni betiga solib keladi o'xshaydi. Men birinchi yo'li ko'rishim. Biroq mayli, tomoqda so'z yo'q, ayb yo'q. Ushul tomoqda 60 minut olib kelishdi. 1 soat deganda. Xizmat ko'rsatuv nachar. Men ochiqcha aytishim kerak. Biroq jasalg'asi yaxshi. Bu yerga buni mamilidan qo'pol ekan mana. Bu yerga o'shol buni qo'pol mamila qilishadi ekan. Bu yerga o'shol ovsindor, ayollar erta menen chiqib shamdan keyin uyga boram deganlar kelib o'tirsa bo'ladi ekan. Shashilish tomoq jegani ochiqla bo'lmaydi ekan bu yer. Mana tomoq keldi, biroq qo'l bilan jeydi. 5 barmoq qo'lda jeydi. 5 ta barmoq bilan qo'lda jeydi. Non bor, chay bor. 1 soat oldin olib kelgan. Biroq salfetka yo'q. Anan buni jegani qoshiq yo'q. So'rasang urushib berayotgan boya qiz.